Assalomu alaykum YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hamyurtlar, xudo xohlasa yana bir ishlarimizni o'zimiz Andijon viloyatida yakunlab berdik. Boshidan oxirigacha robotxonalarimizni hamda shapkalarini bitirib berdik, ichkari tashqari. Ko'cha tomonidagi shapkalari, mana burchaklariga ham ahamiyat berasizlar. Perikos o'ta ham go'zal hamda qiyshiq bo'lib chiqqan joylarini mana ustalarimiz tomonidan mohirona o'ylab topib, tunikalarni qirqib sirqib bitkizdi xudo xolasa. Mana stillari tunika fonda bo'ladi, ma'lum miqdorda mana ko'rinib turibdi. Hamma yoq yaqinlashtirib olib qo'yapmiz hamma yoq. Bu xonadonimizning robotxona qismi. Tunikalarimiz 04 qalinlikdagi tunika, Toshkent qimizi. Boshidan oxirigacha mana go'zallashtirib berdik. Mana xorilarim tagini ham juda ham go'zal holatda qilib o'rab qo'yishdi. Mana yana bitta xorisini tagini ham ulaqsiz hamda kamarsiz qilib joylab berishdi xudo xolasa. Mana u xorisini tagini ham. Shapka tomonidagi xorisi. Burchaklarini ham o'ta ham bir go'zal holatda qilib joylab chiroylilashtirish berdi. Aziz vatandoshlar, uyda egalarini hech bir narsaga ovora qilmagan holda mana hammom hamda hojatxona tomonlarini ham perikos o'ta ham ko'paygan bu xonadonda chiroyli qilib go'zallashtirib berdik hamma yo'q. Xo'sh, bu xonadonimizning tunikafon ishlari 32.400 ga arziydimi? Yo'qmi? Albatta fikringizni qoldiring. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol